So in the name of Queen and me as Men Queen dastur menejeri va xalqaro bo'lim boshlig'i Jasmin Rudolf Renessans universitetiga ushbu xalqaro institutsional akkreditatsiya jarayonida ishtirok etish taklifini bildirgani uchun chuqur minnatdorlik bildiraman. Avvalo universitetning barcha vakillariga minnatdorchilik bildirmoqchiman va barchangiz shartsiz xalqaro akkreditatsiyadan o'tganingizni mamnuniyat va sharaf bilan e'lon qilaman. Universitetingizning yuqori sifati bilan tabriklayman. Kelgusida sizlarga ezgu tilaklarni tilayman. Bizda muhokama jarayonlari juda qizg'in o'tdi. Biz universitetning rivojlanishi haqida ko'p narsalarni o'rgandik va sizlarga ezgu tilaklarni tilaymiz. Queen vakili sifatida universitetingizning xalqaro hamkorligi yanada kengayishini tilab qolaman. Samimiy mehmondo'stligingiz uchun katta rahmat. An accreditation without any conditions.